Yandex Taksi O'zbekistonda Samarqandda qanday ishlashi, qancha pul topishi va uni plus minuslarini birgalikda ko'rib chiqamiz video davomida. Aktivnost degan narsasi bor ekan. Aktivnost degani o'sha siz buyurtmani qanday qabul qilasiz, qanday sifatli amalga oshirishingizni sizni balingiz bo'lar ekan. 4 soatda bir 80 mingga ishlab keldim. Banda bo'lsa ham qoplayapti, ham ko'paydi bu. Endi Yandexni pluslariga keladigan bo'lsak, o'tirasiz, internetda o'zi sizga mijozlarni to'g'ri beradi. Normal pul topsa bo'ladi. Qancha pul topishini videoni oxirida aytib o'taman. Minuslariga keladigan bo'lsak, mashinangizga uncha nagruska tushmaydi. Minsa bitta ikkita minadi. Ba'zi paytlari 4 ta minishi mumkin. Bo'lmasa bir kishi olib borasiz. Eng qiziq taraflariga keladigan bo'lsak, ya'ni qancha pul topsa bo'ladi. 10 soat ishladim. 10 soatda qancha pul topish kerak ekan deb. 23 tami uni buyurtmani bajardim. Yandex bonuslar beradi. Ya'ni agar 10 ta kuniga 10 ta bajarsangiz 26900 so'm bonus beradi. Foizlarga keladigan bo'lsak, Yandex foizini olmayotgan bo'lsangiz, gazingiz puli chiqadi. O'sha Yandexda 14% foiz chiqib ketadi. Buyog'i sof o'zingizga qoladi. Shuning uchun 24 soat ishlasa bo'ladi. Xohlagan paytda ishlasangiz bo'ladi. Siz yakshanba kuni ishlaysiz, xohlasangiz bir kun 18 soat ishlab, ertasi kun dam olishingiz mumkin. Assalomu alaykum yaxshilar. Mana bugun pul ishlash to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni Yandex Taksi O'zbekistonda Samarqandda qanday ishlashi, qancha pul topishi va uni plus minuslarini birgalikda ko'rib chiqamiz video davomida. Endi hozir Yandex Taksiga o'tganim, Rossiyada Yandexlar yaxshi ishlaydi. Qarasam bu yerda ham o'zi yo'lga qo'yilgan ekan. Почти 6 oymi, 6 oy 8 oy bo'lgan ekan. Men ham registratsiya qildim. Yandex Pro degani bor sayti. O'shan kirdim, pasport emas, pravalarimni, haydovchilik guvohnomamni tashladim, rasmlar so'raydi, o'shalarni nima so'rasa o'shalarni tashladim. Keyin registratsiya qildim. Registratsiya qilib 1-2 marta taksi surdim. Birinchi chiqqanim shu yerda surganimda, ya'ni birinchi mijozim zavodda oltin chaqirdi meni, borsam chiqmadi. O'zim admin qilib olibman-da. Aktivnost degan narsasi bor ekan. Aktivnost degani o'sha siz buyurtmani qanday qabul qilasiz, qanday sifatli amalga oshirishingizni sizni balingiz bo'lar ekan. Aktivnost degan narsa ekan. O'sha baldan olib qo'ygan agar ko'tarmasangiz. Bir kun qiynaldim, aktivnostim tushib ketdi bir 80 nechiga. Vaqtida bora olmaysiz. Buyurtmachilar admin qilib yuboradi. Buyurtmachilar admin qilib yuboradi. Qo'llar 1 kun ishladim. 4-5 soat ishladim. Yo, tushumi yaxshi. 4-5 soatda bir 80 mingga ishlab keldim. Keyin o'tgan kuni mana 3 kun davomida 3 kun emas, 1 hafta ishladim, почти. 1 haftadan beri oldim, Yandexga chiqib yuribman. Yomon emas, Xudoga shukr, kunlik tushumim bor. O'zim meni mashinam propanda bo'lsa ham qoplayapti, ham ko'paydi bu. 100 ga 15 ta yeydi, lekin baribir shuni ham qoplayapti. Yandexga chiqmoqchi bo'lganlar albatta metan qo'yish kerak. Metan qo'ysa 100% qoplaydi. Bemalol o'ziga ham qoladi. Endi Yandexni pluslariga keladigan bo'lsak. Pluslari qanday? Birinchi plusi bu xohlagan paytingiz erkinsiz. Sizni boshingizda hech kim turmaydi.
nima deydi, hech kim majbur qilmaydi sizni. O'zingiz xohlagan pulni xohlagan vaqtda ishlaysiz, 24 soat davomida, qachon vaqtingiz bo'lsa. Eng menga yoqqan taraf shu. Keyingisi, taksida odam kutmaysiz, navbat kutib turasiz. Bunday krupniy navbatlar yoki odam izlash, unaqa narsa boshingizni og'ritib o'tirmaysiz. O'tirasiz, internetda o'zi sizga mijozlarni to'g'ri beradi. O'sha mijozlarga borasiz, 2 minut vaqt beradi, 2-3 minut kutasiz, chiqsa chiqdi, chiqmasa 10 minut kutasiz, telefon qilasiz, 10 minutdan keyin bekor qilish tugmasini bosib, yana boshqa ishingizga ketaverasiz. Yo bo'lmasa olasiz, mana uni klientni olasiz, mindirib o'sha joyga olib borib qo'yasiz, bo'ldi, pulini to'laydi, olasiz. Keyingisi keyingi mijozga qarab ketasiz. Bu ikkinchi plyusi. Uchinchi plyusi qanday? Uchinchi plyusi xohlagan paytingizda ishlaysiz. Uchinchi plyusi yaxshi, pulni topsa bo'ladi, normalniy pul topsa bo'ladi. Qancha pul topishini videoni oxirida aytib o'taman. Endi minuslariga keladigan bo'lsak, minuslari minusi ozgina arzon, kilometri 500 danmi, 1000 so'mdanmi, xullas arzon, salgina. Lekin mayda-mayda arzon bo'lsa ham, hozir klient yig'ish uchun shunday qilyaptimi? Ishlasa bo'ladi. Mayda-mayda bo'lsa ham ishlasa bo'ladi. Keyingi minus tarafi, ba'zi paytlari sizni buyurtma qilgan insonni tochka unaqasi bo'ladi-ku kartada. O'shani sizni aylantirib ko'rsatadi. Mayli orqangizda bo'lsa ham, mana bunda aylanib oldiga kelishingiz kerak. O'shalarga ahamiyat bersalaringiz, shu burun buncha yo'llardan ko'p yurmaysizlar. Keyingisi, iPhone'da uncha yaxshi ishlamaykan programma. Ko'pincha topmay qoladi. Men bu lokatsiyalarda yaxshi topmaydi. Boshqa yo'lga qo'yadi, xato ko'rsatadi bir paytlari. Uncha ko'p minusi yo'q. O'ziga arziydi. Ishlasa bo'ladi, ishlasa bo'lar ekan. Ozgina men ham o'sha firmada ishlab turdim. Bitta firma akva chiqaradi. Nimadir bo'ldi, shu oyog'im baxtsiz hodisa bo'lib qoldi, chiqa olmay qoldim 1-2 hafta. Keyin taksi so'raman dedim, taksi surdim. Yo'q, kuniga yaxshi topyapman, tushyapti, yaxshi. O'tirasiz, borasiz, kelasiz, xohlagan paytda ishlaysiz. Meni qizim bog'chaga boradi. Bog'chaga ertalab bemalol chiqaman-da, bemalol chiqib 9da ayamni ishga tashlayman, qizimni bog'chaga tashlayman, 9ga chiqaman. 9dan o'tib, bir xil paytda 9da ishga chiqaman, bir paytda 9:30, 10da chiqaman, bemalol 10dan soat 4gacha ishlayman. 5 soat, 6 soat, 7 soat ishlayman. Keyin yana qaytaman, qizimni olaman bog'chadan, ishlarim qilaman uyda. O'zim ishim bo'lsa, o'zimda ishim. Kechki ovqatni yeb, keyin yana soat 9gacha chiqsa bo'ladi. Yo'qsa yoqqanlar chiqadi, yoqmaganlar chiqmaydi. Xullas, menga yoqdi. Yaxshi o'ylab topibdi. Bega ham kiritib. Ko'pchilik ishsiz yurganlar, umuman mashina bor, ishsiz yurganlar shu qozonni qaynatib ishni borda, yo'qdan ko'ra bor deydi-ku. Ham nima deydi, bir madaniyatli bo'ladi, qanaydir komfort yaratiladi-da, sizga ham, mijozlarga ham. Uydan turib bemalol chaqiradi, siz u qaydaligini bilasiz, asta borib, chiroyli olib borasiz. Mashinangizga uncha nagruska tushmaydi. Minsa bitta ikkita minadi. Ba'zi paytlari 4ta minishi mumkin. Bo'lmasa bir kishi olib borasiz. Zakazda olib borib qo'yasiz, bo'ldi. Mashinangizga ham og'irlik tushmaydi.
yana nima desam ekan, eng qiziq taraflariga keladigan bo'lsak, ya'ni qancha pul topsa bo'ladi. Pul topsa bo'ladi, men sinab ko'rdim. 10 soat ishladim. 10 soatda qancha pul topish kerak ekan deb. 23 tami uni buyurtmani bajardim. 23 ta buyurtmani bajardim. Va 200 qancha? 280 mingmidi? 280 mingla ishladim. Kim Yandex bonuslar beradi. Ya'ni agar 10 ta kuniga 10 ta bajarsangiz, 26.900 so'm bonus beradi. O'sha hisob raqamingiz bo'ladi. Hisob raqamingizga tashlaydi. Foizlarga keladigan bo'lsak, Yandex foizini oladi, 14% o'sha sizga mijoz topib berganingizga 14% oladi. Masalan, 20 minglik ish qilsangiz, shuni 14%ni Yandex oladi. U uncha ko'p bo'lmaydi. O'sha bonuslari bilan qoplanib ketaveradi. 20 ta bajarsangiz 56 ming qanchadir bonus beradi. Sirazi o'sha kartangizga tushadi darhol. Bu keyingi kuni. Agar 25 ta bajarsangiz 75 ming bonus. Agar metan bo'lsangiz gazingiz puli chiqadi. O'sha Yandexda 14% chiqib ketadi. Buyog'i sof o'zingizga qoladi. Agar 30 ta bajarsangiz 100 ming bonus beradi. 30 ta bajarsangiz, men 10 soatda 20 nechta bajardim, lekin soat 9-10 gacha, oqshomgacha 30 ta bajarsa bo'lar ekan. Shuning uchun sal ko'proq ishlaysiz, charchaysiz albatta. Shu bu oxirgi kuni men 10 soat ishlaganda men o'sha bonuslar bilan 330 ming ishladim. 10 soatgina ishladim. 330 ming ishladim. 22 tami, 20 ta, 22 tami, 23 ta buyurtmani bajardim va bonus berdi. O'sha bonuslar toza bo'lishi kerak. Ya'ni qanday ошибка xato qilmasdan o'sha bajarishlaringiz kerak, xato qilmasdan. Klient o'z vaqtida olib borib, o'z vaqtida borib o'sha joyga. Xullas 24 soat. Agar ertalabdan kechgacha soat masalan 7 da chiqsangiz, 7 da chiqib, 7-8 da ertalab chiqsangiz, ana u yaxshi bo'ladi. Kechgacha 8-9 gacha 30 ta ursa bo'ladi. 30 ta buyurtmani amalga oshirsangiz bo'ladi. Bunda yaxshi qoladi. 30 tada 400 ming, agar 300 ming ishlasangiz, ya'ni 100 ming bonus bersa, 400 ming ishlashingiz mumkin kuniga. Undan ham yuqori ishlashingiz mumkin. 400 mingdan yuqori ishlashingiz mumkin. Ishlasa bo'ladi, o'zingizga bog'liq. Shuning uchun 24 soat ishlasa bo'ladi. Xohlagan paytda ishlasangiz bo'ladi. Shunisi menga juda ham yoqdi. Xohlasangiz 24 soat ishlaysiz, xohlasangiz yakshanba kuni ishlaysiz, xohlasangiz bir kun 18 soat ishlab, ertasi kun dam olishingiz mumkin. Masalan, ish peshingiz chiqib qolsa. Shunday qilib, ozgina bo'lsa ham sizlarga ma'lumot berdim degan umiddaman. Nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, albatta javob berib, buni ko'rib javob beraman. Qo'limdan kelgancha, shu o'zimning boshimdan o'tkazgancha. Xullas, boshqa aytadigan gap qolmadi. Shu like Yandexga va bizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.